Pakiz pul tapqımız var mı? Saqlıq anlaşması pay olmaz deydiğanlar bu filmni seyirip ötüp ketsiniz oldu. Eğer pakiz pul tepiş oyunuz olsa bu filmni ahırıqçı görüp çıkın. Bugün ben sizge navaylıq qılıb pul tapaylı demekçi emasman. Belki navaylarının soğud uslubidagi bir pul tepiş yolunu ko'rsatib qo'ymoqchi. Undaqda navaylarning so'ud uslubi zodi qandaq? Birinchidan, Navaylar mahsulot ishlab chiqarishda hargiz saqlıq qilmaydi. Ya'ni nonni hargiz 30% unga 70% vakarlashtirib yoqqilib bo'lmaydi. Nonga tam sug'ich, rang kirgizgich, chirishdan saqlaydigan ximiyalik moddalarni qo'shishning hojati yo'q. Un, tuz, süt, tuxum va ximiyatruch. Tamam. Nonning o'xshamasligi, tamlik bo'lish-bo'lmasligi butunlay navoiy ustamning ximirini ishlashga singdirgan ajri va tonur tanishlashdagi tajribasiga bog'liq. İkinchidan, navoiylar azaldan ninni yolg'ondan danglab sotmaydi. Ya'ni ular hargiz ninnini Italiyadan import qilingandan yoki chet elning unda yiqilgan non deb danglab sotmaydi. Chiq bo'lsa, atush nini, kucha nini, gucho nini deb turga ayirib sotadi. Uchinchidan, navoiylar hargiz ninni yolg'ondan faoliyat qilib sotmaydi. Ya'ni xonim qizlar bayrami munosabati bilan 3 non olsangiz 1 non qo'shib beramiz. Cho'ngdan olsangiz 1 ta qo'shib beramiz deb satmaydı. Hem bundaq satalmaydı. Çünkü non zavoddan chiqish bahsi 7 koy, setilish bahsi 99 koyluq yolg'on oqsil talqin emas. Shundaqla nonni hargiz asli bahsi 9 koy 9 mu, hozirgi bahsi bo'lsa 4 koy 9 mu deb satqilolmaydi. Hem bundaq setishning ham asli hojati yo'q. Biroq biz nonda faoliyat qilibdi deb chiqirib olmaymiz. Azam bamidi deb olmay qo'ymaymiz. Çünkü non hozirgi jamiyatdagi oz sondagi biz tarkibiga va bahsiga butunlay ishonch qila oladigan yemekliklarning biri. Mana bu navoiylarning necha ming yillardan beri o'zgarmay kelayotgan savdo andisi. Hozir izlash shirkatimi xalqimizga dal shundoq navoiylardek pokiz pul topadigan bir savdo subsi hazırlabdi. Ya'ni asosiy kino va tor televiziyasi bilan shug'ullanayotgan shaxs va shirkatlarga, uningdan boshqa qo'sqidagi bilimni pulga aylantirishni bilmayotgan ixtisos egalariga, shundoqla abjaq yasaydigan, kichik o'yin va har xil AI qurollarni yasaydigan programmerlarga izlash subsi o'z ajringiz, biliminiz ve iqtidoringizga tayanib pul topadigan eng ishonchli supa bilan ta'minlaydi. Bu izlash subsi deganda dal izlash kirgizgichning ichiga o'rinlashtirilgan mandaq ostiga siyosatga chiqadigan abjaqlar jamgohi. Bu supa hozir asosliq 3 cho'ng tur bo'yicha hamkorlashishga qabul qildi. Birinchi, kino, film va qisqa tor televiziya teatri. O'zingiz mablag' silib ishlagan yoki davlat tilidan tarjima qilgan tor televiziya teatrlari, kino, filmlarni izlash subsiga haqli qo'ysangiz bo'ldi. Çünkü izlashning davlat e'tirof qilgan torda kino televiziya qo'yish ijozatnomalari to'liq. Burun o'zingiz abjaq yasab, tarjima film qo'yib, kirim qilmoqchi bo'lsangiz 2 kunda ijozatnomangiz yo'q deb shakl etadi. Biroq izlash bilan hamkorlasangiz, filmlaringiz qonunliqli bo'lsa, xotirjam, shundaqla muqim holda kirim yarata olasiz. Undan boshqa izlash sizning xaridor ulanmani cheksila, sizning film abchiqingiz kiradigan ulanma bilan ta'minlaydi. Shundaqla filmingiz setilsa, kirim bevosita o'zingizning akkauntiga tushadi. Izlash filmingizning kirgan kirimni besib yetib olmaydi. Ikkinchi, tor dars subsi. Siz izlash orqali bilimingizni iqtisodiy kirimga aylantira olasiz. Ya'ni siz buvoqlar parvarishi, psixik bilimlari yoki boshqa sog'liq saqlash bilimlari bo'lsin, qo'l hunar bilimlari, kompyuter, AI bilimlari, hattoki dehqonchilik bilimlari bo'lsin, to'g'ri dars tayyorladingiz. Biroq uni qanday qilib iqtisodga aylantirishni bilmadingiz. Yoki filmingiz davlat tilida bo'lmaganligi uchun boshqa supalarda tasdiqlanmadi yoki iqimga erisholmadi. Undaqda darslaringizni izlash supsiga qo'yib iqtisodiy kirim yaratsangiz bo'ldi. Uchinchi, har xil qo'llanishdan AI qurollari, oyun ve küçük programlar. Eğer siz programlı olsanız siz bir qiziqarliq abjaq yoki kichik o'yin yoki AI orqali rasm uslubini almashtirish, AI orqali buvoqlarni naqshed qilish va yoki rasmlarni usul o'yintish, mashinada ballantirish deganda kichik AI iqtidorlarini eshitishni bilsangiz, bulardan ham kirim yarata olasiz. Mana bu izlashning navoiylik andizisidagi eng yangi kino, film, tor dars va AI qurollari subsi. Izlash subsining afzalligi bo'lsa, izlash kirgizgich 500 mingdan ortiq qabulga. Ya'ni kunda 500 mingdan ortiq odam izlash kirgizgichni ishlatadi. Izlash kirgizgichning 15 yildan bu yoqqa versiyasi haqsiz ve ilansız. Şuna izlash kirgizgich 15 yıldan bu yan xalqimizning yaxshi ko'rishiga erishib keldi. Albatta, izlash kirgizgich bundan keyinmi haqsiz ve ilansız. Biroq sizning ajringiz, vaqtingiz, bilimingiz, tirishchiliginiz ve tasavvuringiz endi haqsiz emas. Faqat siz barliq zehningiz bilan kino, filmlarni, tor darslarini tayyorlasangiz, shundaqla yangicha o'yin, AI iqtidorlarini ijod qilsangiz, izlash kirgizgichning 500 ming kishilik iqimi, izlash shirkati shundaqla izlash subsiga kirgan barliq shirkat va shaxslarning o'rtaq tashviqoti ostida ajringiz ve biliminiz ve tirishchiliginiz cho'qim ko'rinarli iqtisodiy qimmatga aylandi. Agar izlash shirkati bilan mushkul navoiychilik endisi bo'yicha pakiz holda iqtisodiy kirim yaratmoqchi bo'lsangiz, dil 10-15 degan undidor nomerni qo'shib, hamkorlik to'g'risida tafsilotga ega bo'lsangiz bo'ldi. Izlashning bu eng yangi subsi 12 oyda e'lon qilindi. Fursatni ching tuting. Agar fan texnikadagi shunday yangiliklardan bexabar qolmaydisangiz, yurakdan birini berib yetib, menga ergashishni unutmang.